Man surpaning ichida tug'ilganman. Bilmadim nimaga, lekin man doim uyga kelsam faqat surpaning ichida o'tiraman. Oxir-oqibat shu surpa meni familiyamga o'tib ketadi. Uyda qanaqadir marosim bo'lsa, doim Shahlo bilan surpa bitta joyda. Bugun hayit bo'lganligi sababli bizda ehson bo'ldi va chol chaqirdik. Shu munosabat bilan somsa qilishim kerak edi va men bu ishga kirishib ketdim. Anchadan beri varaqali somsa qilganim yo'q edi. Shu somsani qilishni boshladim. Birinchi xamirini qilib olganimdan keyin un juda ham dabdala ekan, yoyilishi juda ham qiyin ekan. Anchaga tindirib qo'ysam ham yoyilishi juda ham qiyin bo'ldi. Lekin ko'ngilni cho'ktirmaymiz. Hali hammasi oldinda dedimda, uje ichiga qaylasini tayyorlashni boshladim. Birinchi bo'lib piyoz to'g'radim, keyin kartoshkani tyorkadan chiqardim, go'shtni mesarovkadan chiqaramasam, mesarovka buzilgan ekan. Mayli deb qo'limda to'g'rab tashladim, xamirni yoyishni boshladim. Men yoyaveraman, xamir qaytib kelaveradi. Men yoyaveraman, xamir qaytib kelaveradi. Shundan asablarim buzildi. Keyin yog'ni surkab, ishlab o'rab chiqdimda, keyin bir chekkadan kesishni boshladim. Juda ham shoshilayotgan bo'lganligim sababli men varaqa ochib berdim. Onajonim bo'lsa bir chekkadan tugishni boshladi va bir amallab somsani tayyor qilib tugdik. Singlim ham qolib ketmaydi. Ustiga yaxshilab tuxum bilan sut aralashmasini surkab chiqdi, shtobi qizil bo'lish uchun. Vali bilmadim, somsa qilish ancha esimdan chiqib qoptimi? Avvalgi somsalarga o'xshaganmi, yo'qmi? Kommentariyada yozib ketinglar, fikringlarni kutib qolaman. O'rtoqlar, yaxshi ko'raman. Hayit muborak.